Sa'd ibn Abu Waqqos ziyoratgohi. Ziyoratgoh G'allaorol tumanidagi Avliyo qishlog'ida joylashgan bo'lib, 14,2 gektar maydonni egallagan. Ikki qismdan iborat ziyoratgohning yuqori qismi ko'l bo'yidagi buloqlar va xush manzara tabiatni o'zida mujassamlashtirgan. Pastki qismi esa 19-asrda jizzaxlik binokor ustalar tomonidan qurilgan masjid va xilxonadan iborat. Ma'lumotlarga ko'ra, hijratning 16-yilda xalifa Umar ibn Xattob ulug' sahobalardan bo'lgan Sa'd ibn Abu Waqqos radhiyallohu anhuni qo'shinga yo'lboshchi qilib, Eron va Mavronaxrga yuboradi. Hozirgi Avliyo qishlog'i yaqinida bo'lgan janglarda yaralanib, Sinchalog'idan ayriladi. Ziyoratgoh hududida shunday ulug' sahobaning qoni tomgan joylarga keyinchalik tabarruk yer sifatida ehtirom ko'rsatilib, bora-bora qadamjoga aylangan.